Muslimalarim, hozir oyijonim bilan aylanib, uylarga ham keldik. Endi hozir maza qilib gaplashib o'tiramiz. Bugun kechgacha qizli uyimdaman. Xudo xohlasa, turmush o'rtog'im do'konni yopib olib ketadilar. Menimcha juda ham ko'pchilik qizlarda bo'lsa kerak, uyga kelib onasini kiyimlarini kiyib olish. Bilmayman, uyga kelsam nuqul oyimni yengil kiyimlarini kiyib olgim keladi. Bo'lmasam uyim to'la kiyim olib kelsam bo'ladi. Lekin men shu uyga kelib onamni kiyimlarini, onamni ro'mollarini, onamni oyoq kiyimlarini kiyib olishni rosa ham yaxshi ko'raman. Hozir darvozaxonani sipirib qo'ydim, ko'chani. Bilasizlar, uyda adam ovqat qilib sotadilar. Uyimizga mehmonlar kelishadi. Har kuni kechqurun klientlar desam ham bo'ladi. Har xil oshlar, qozonqoplar, sho'rvalar, shashliklar qilib beradilar. O'shanga darvozaxona yomon bo'lib qopti. Qizim sipirib oldi, udilar. Sipirib suvib uyga kirdim. Qarasam, kapshonkalarni hali yechmadim.